Şu kine ayağım şu gölden tuğ aldı mı? 75 ming so'mda o'tadigan ene bala tuğanlar. Bundan qancha qarani qanchada o'tasiz aka? 60 ming so'mda o'tadi qarani. Tuğanlar buna qara oy ene bala 79 ming so'mga savdo bo'ldi pulja hozir tuğanlar. Aka siz qanchaga berib aytasiz? 79'ga. Siz qanchada o'tasiz? 79 qilib o'taman. Qilibna uy menen balasi 80 mingda o'tadi ekan. Torpog'i irg'ach ekan tuğanlar. Kishnekay o'zingizlar ko'ringizlar. Aka torpog'i qancha oylik? 1 haftalık. 1 haftalık torpog'i menen ekan tuğanlar. Qancha bordi? Qanchani ko'rib qo'ygan. Tuğanlar buna Arslan tusunda oy 90 ming so'mda o'tadi. Torpog'i erkak ekan. Ahmad aka, qanchada o'tasiz aka siz? 110. Balasi meni. Balası erkek. Balasi erkak. Tuğanlar uşul oy bası 110 ming so'mda o'tadi ekan. Balasi erkak. Ya beren şunu. Fevral'ın ayağı Beren tuğanlar. şunu. 55 ming so'mda o'tadi ekan tuğanlar. Boz fevral'ın ayağına tuatken. Boz mal tuğanlar 80 ming so'mda o'tadi. Kamı var ekan. Kamı var ekan tuğanlar. Bir tartib qo'yasiz. Ene bala tuğanlar 70 da o'tadi. 70 da o'tadi. Balasi erkak ekan tuğanlar. Ya bitta sekir do'st. Ene bala tuğanlar 90 ming so'mda o'tadi ekan. Balasi dağı cho'ng o'yla qolibdi. Bası 90 ming so'mda o'tadi. Boz tuğanlar 60 ming so'mda o'tadi. Qancha oylik bo'lib qoldi aka ichinde? 5-6 oy bo'lib qoldi tuğanlar. Bozor tuğanlar 47 ming so'm qilibdir. Esi 50 ming so'm talab qilyapti ekan. Bu yoqda uyda balasi menen ekan. Balasi da cho'ng o'yla qolibdir. 110 ming so'm. Kemi bor o'tadi. Yuzi jo'q ekan tuğanlar ko'ringizlar. Ba svetidaga chiroyli ekan. Oq, boz. 110 ming so'm. Bu yoqda uy 36 ming so'mda o'tadi ekan. Arzon tuğanlar kelib olib ketingizlar shunday arzonlarda. Biroq o'zi yolg'iz ekan, balasi jo'q ekan. Tuğanlar buna balasi menen uy 65 ming so'mda o'tadi ekan. Balasi erkak, shu boz ekan tuğanlar. Balasidagi emele 1 hafta bo'libdi. Birinchi balasi ekan. O'shatmaymi bunday? Tuğanlar biz hazır uy qatarda bütdük. Emi uşu buqa qatarına kelip qaldık. Birinchile biz video uşul buqaların qatarından uşundan başlaydı. Çoğun ekan öte 200 kilogramda et bergidey. Et büyüken tüsü qara aq. Ağala. Bası 120 ming so'm. Bir aylanıp turib tartib qo'ying. Buna buqan tuğanlar. Bu bir 200 kilogram et berer aka? Beret. Dört çoğun ekan. 120 da o'tadi ekan tuğanlar. Eğerde uşunday buqan alam desengizler, hozir sizlarga nomerini chiqarib berem. Bir aytib qo'ysangiz nomeringizni. 0770 53 39 26. 26. Uşul nomerga qayralsangizlar bo'ladi tuğanlar. 120 ming so'mda o'tadi ekan esa. Bu yoqdan da bir tartib qo'ying. Shu edi.
85 bin diyor. Meni topla. 85 bin so'm deb atadi ekan tuğandары. Ak qora tushi. Bahası 85 bin so'm. Mınау buqani 71,5 ming so'mga berib tur tuğanlar. Xoda bo'ldi. Tuğanlar 63 ming so'mdan berbey жататkanlar uchun tuğanlar. 190 ming so'm bo'ldi. Tuğanlar mınау buqani 50 ming so'mga alınıbdır. Ya oğlum ne falan istemeydi. Ya o ne muzaffalar ıstasın. 45 bin so'mga bermoqda erkek. Butlarni qarangizlar tuğanlar. Mınау buqani 52 ming so'm deb atadi ekan. Novas. O'sha torpoq biroq erkek tuğanlar. 32 ming so'mga bu жақта soda bo'ltadi ekan hozir. 32 ming so'mga berib жатады ekan. Tuğanlar mınау ала torpoqni 36 ming so'mga berib жатыптыр. Kichkinakay biroq qursog'i champaygan ekan. Bu жақта 37 ming so'mga berib жатады erkek tuğanlar. Novas. 37 ming so'mga berib жатады. Qunajin tuğanlar 28 ming so'm deb atadi ekan. Qunajin 28 ming so'm. Har birine 30 ming so'm kemi bor deb turadi ekan tuğanlar. 30 mingdan kami var. Qancha bular nima bordigi Qunajin tuğanlar? 35, 30 bo'ladi. 35. Bunlar 35 şöyle ha? Bunlar 35 iken. Bunlar 30 ming so'm buna yüzü. 24. 24 ming so'm deb atadi. Na torpaqlar uchun? 22. 22. Borda Qunajin ekan. Na torpaqda Qunajin baka? Qunajin 26 ming so'm kemi bor deb turadi ekan tuğanlar. Na Qunajinda 25 ming so'mga bu jaqdan soda bo'ltadi ekan. 25 ming so'm deb atadi ekan. Berim. Bu jaqdalar berim deb atadi 25 ming so'mga. Qunajin torpoq tuğanlar 21 ming so'm deb turadi ekan. Novas tuğanlar 35 ming so'm deb turadi ekan. Semiz ekan, bog'liqdir. Mana torpoqlarda 26 ming so'm bo'lib tur, berbey qo'yibdir 26 mingga tuğanlar. 30 ming so'm deb atadi. Kim tushirib berayotgan 30 mingdan tuğanlar. Tensog'lik bordigi toza deydi. Garantiya ekan. O'shuni bilan bizning videorolik sog'ona chiqdi. Agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'llab qo'yingizlar tuğanlar. Xalmiyon emas, targovoy mol bozori bo'ldi.